Sifatli ta'lim yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevori shiori ostida G'ijduvon tumanida 5-ustozlar milliy forumi bo'lib o'tdi. Yangi o'quv yili arafasida, shuningdek, mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi bayrami oldidan tashkil etilgan forumda tumandagi umumta'lim maktablari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda ta'lim tizimining boshqa muassasalarida faoliyat yuritayotgan tajribali pedagog va murabbiylar, soha faxriylari, yosh o'qituvchilar hamda ta'lim jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. G'ijduvon tumanida ta'lim sohasida amalga oshirilgan ishlar, erishilgan natijalar, o'quvchi yoshlarning fan olimpiadalari, tanlov, sport va boshqa yo'nalishdagi yutuqlari, ta'lim sifatini oshirish borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi atroflicha muhokama qilindi. Tadbir davomida ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatayotgan mavjud muammo va kamchiliklar ham ochiq muhokama qilinib, ularni bartaraf etish, maktablarda ta'lim-tarbiya jarayonini yanada takomillashtirish, zamonaviy pedagogik yondashuv va o'qitish metodlaridan samarali foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Forumda yosh avlodga sifatli ta'lim va munosib tarbiya berish yo'lida fidoyilik bilan mehnat qilib kelayotgan bir guruh ilg'or pedagoglar hamda ta'lim tizimi xodimlari e'tirof etilib, ularning samarali faoliyati munosib rag'batlantirildi. 5-ustozlar milliy forumi G'ijduvon tumanida yangi o'quv yilini yuqori maqsad va katta mas'uliyat bilan boshlash, ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish hamda yosh avlodning bilim va salohiyatini yuksaltirish yo'lida muhim vazifalarni belgilab bergan muhim tadbir bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.